Yaxshi keldingizmi, bolam? Xudoga shukr. Bilasiz, meni qizimning otasi yo'q. O'zim ham ota, ham ona bo'lib boqqanman. Shuning uchun to'ydan oldin o'zingiz bilan bir suhbatlashish deb chaqirgan edim. Xo'p. Qizimni baxtli qilish uchun o'rtaga nimangizni qo'ya olasiz? Qizingizni baxtli qilish uchun borimni berishga tayyorman. Faqat qizingiz ham meni baxtli qilish uchun ba'zi bir narsalarga tayyor turish kerak. Masalan, Qizingiz sabr qilishni bilishi kerak. Har qanaqa holatda ham erkak ekanligimni tan olib, meni so'zimni ikki qilmasligi kerak. Erkak kishi bo'lganim uchun hukmronlik qilishni yoqtirishimni ham inobatga olish kerak. Bundan tashqari ibodatda mustahkam bo'lib, doim meni duo qilishi, ota-onamning mehnatini beminnat qilishi, oddiy narsalar ustida janjal ko'tarmasligi, modomiki aybmanda bo'lib qizingizni nohaq ayblab qo'ysam ham, men bilan gap talashmasdan xo'p bo'ladi deyishligi, oilaning boshlanishi sevgi, muhabbat bilan boshlansa, farzand ko'rgach, er va xotinning hayoti hurmat va ehtirom bilan davom etishini bilishi kerak. nima ish qilasiz? Quruvchiman. Qurilish kompaniyam bor. Hozirgi kungacha 30 ga yaqin binoni qurganman. Qo'limda 114 ta ishchim bor. Ularning hammasini juda ham yaxshi taniyman. Eng katta ishchim 286 kundan beri men bilan birga ishlaydi. Eng kichigini esa 3 kun oldin ishga oldim. Hozir yaxshi niyat ila bir imorat qurishni boshladim. Unda qizingiz bilan baxtli yashash niyatim bor. Alloh sizdan rozi bo'lsin, bolam. Sizni tushundim. Men roziman. Baxtli bo'linglar. Ilohim, Alloh umringizga, rizqingizga, kasb-koringizga, naslingizga baraka bersin. Bir nikohli ikki dunyo muhabbatiga ega qilsin, ilohim. Mayli, menga ruxsat. Mayli, bolam. Xo'p, Yaxshi salomat bo'ling. bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik. Nima bo'ldi, oya? Ke qizim. Ilohim baxtli bo'lgin.